Davleniyasi borlar eshiting. Endi bitta dona ukol bilan 6 oy davomida dori ichmasdan davleniyaz normada yurishi mumkin. Batafsil videoda. Assalomu alaykum do'stlar. Gipertoniyasi bor insonlar uchun ajoyib yangilikni sizlar bilan ulashmoqchiman. Mana bu Yevropa kardiologlar jamiyatining 2024-yildagi davleniya, ya'ni gipertoniya bo'yicha eng so'nggi tavsiyalari. Bu yerga e'tibor bersangiz, new therapies with blood pressure lowering properties, ya'ni davleniyasi bor bemorlar uchun yangi terapiya. Shular ichida men bir ajoyib yangilikka ko'zim tushdi. Mana bu yerga maxsus belgilab ketganman, e'tibor bering. Zilbesiran degan dori chiqibdi. Endi bu hozir tadqiqotlar o'tkazilyapti va bu jigardagi angiotensinogen fermentini sintezini bloklar ekan. Va e'tibor bering, buni yagona, ya'ni single dose deyapti. Yagona dozasi 24 soat davomida, ya'ni 6 oy ichida 24 soat. Bu degani 6 oyda bir marta ukol olasiz va davleniyaz 6 oy zo'r yuradi degani. Ko'p dori ichadigan insonlar uchun bu ajoyib yangilik. Ushbu videoyimizni davleniyasi bor, qon bosimi tez-tez ko'tarilib turadigan va dori ichib zerikkan bemorlarga, qon bosimi yuqori bo'lgan insonlarga yuborib qo'ying. Albatta, ushbu foydali videoyimiz juda ko'p prosmotrlar yig'adi degan umiddaman. Like va komment yozishni unutmang. Yangiliklarni albatta sizlar bilan ulashib boramiz. Eslab qoling, Zilbesiran ajoyib dori, nasib qilsa tadqiqotlarda o'tsa aholimiz uchun juda katta yangilik bo'ladi. Shunday ajoyib yangilik uchun bitta like bosib qo'yish sizdan endi.